o'rtacha $1000 dan sal oshiqroqga Cobalt avtomobiliga qanaqa navrotli qilsa bo'ladi deb so'ragan tanishligi bu videoni jo'natib yuborsanglar bo'ladi. Kutib olasizlar, Maxioningdan yana bitta Cobalt polniy navrotli qilingan holatda o'z egalariga topshirilyapti. Qilingan ishlarni ko'rsatib obzor qilib beramiz. Narxini aytib o'tdik. Endi navrotlar. Birinchi navbatda o'zini ruliga knopkalar o'rnatib multirul qilindi. Cruise control multimedialari ishlaydi. Akoprintlari bor, o'rtalari qora и kojinni qilib berganmiz. Chetlari perforatsiya bo'ladi. Koja sifatli koja, arzonchi koja emas, и tepasi bilan pasti nappa bo'ladi. Juda ham sifatli, idealni chiqdi ishimizga garantiya beramiz. Undan keyin Malibu 2 bar original ruchnoy tormozlar bilan o'rnatilgan, sifati zo'r, podsvetkalari berizoy qilingan, rulliki ham, barriki ham ko'rdinglar. Premier richak, 3 ta knopkali, bittasiga bagaj ochish ulangan. Ruchnoylari absolyutno ovozsiz ishlaydi, ko'rasizlar, umuman ovoz yo'q. Undan keyin polniy salon Matviy akoprint qilib berganmiz. Matfon ramkalari, pechkalari, deflektorlari bo'ladi, ruldagi detallari, Malibu 2 barimizdan ustiga qismi, mana shu detallari ham xuloslar polniy akoprint qilingan. Eshigidagi ruchkani atroflari, bu yog'i, oyna ko'targan knopkalar cheti, kolonka setkalari bo'lgan. Xo'p, undan keyin podsvetka, oyna knopkalariga, rulga, barga berizoy qilib yuborilgan. Hamda eng katta bizda rasxodli joyi shum izolyatsiya qilib berganmiz. Premium klassda shumka bo'lgan bu avtomobilimiz. Eng yaxshi materiallardan foydalangan holatda STPni premium shumkasi bo'lgan. Shumkalari ham qilib berilgan. Faralari LED bo'lgan. LED faralar o'rnatib berganmiz. Yonishi zo'r, yarki bo'ladi. Yana o'zlari olib bergan bir qancha o'rnatmalar bor, ularni ham hisoblab beramiz oxirida. Xo'p, krugoy tonirovka qilib berganmiz. 100 talik qilib beton qilib, qaraylik, ichidan plyonka yo'qdek ko'rinadi. Olla bo'ylari sonsuzlashdi, temir turadigan qimmat yaxshisidan kaziroka bor. Bagajlari ham apshifka qilib berildi. Xo'p, polniy salon laminatsiya ham qilindi. Mana apshifkaning karmashkalari ham karpet bo'lgan mana shunaqa. Xo'p, o'zlari olib bergan o'rnatmalar. Sizlarga chexol olib berdilar. X7 dizaynda buni taqib berdik. Buni Magikarni o'rnatib berdik. Registratorlarni ham uстановka qilib berdi. $1000 dan sal oshdi. Xizmatlar qiziq bo'lsa, Maxtioningga murojaat qilaverasizlar.